Turli xalqlar farzandini qanday tarbiya qiladi? Amerikada bilim, Xitoyda mehnatsevarlik, Germaniyada intizom, inglizlarda esa madaniyat asosiy tamoyil hisoblanadi. Lekin nega bir davlatda to'g'ri deb hisoblangan tarbiya usuli boshqa bir davlatda ishlamaydi? Chunki har bir xalq o'zini qadriyatiga asoslangan holatda farzandini tarbiya qiladi. Dunyo bo'yicha ta'limning umumiy tamoyillari bu individuallik, mustaqillik va insonparvarlikdir. Va har bir xalq bu tamoyillarni o'ziga xos tarzda namoyon etadi. Eng ko'p zilzila sodir bo'ladigan mamlakatlardan bittasi bu Yaponiya. Va talofatdan so'ng eng tez o'zini tiklab oladigan va birdam xalq ham yaponlar hisoblanadi. Yaponiyada muvaffaqiyat formulasi bu intizom, qattiqqo'llik va nazorat hisoblanadi. Balkim aynan shuning uchun ham hattoki AQSh, hattoki Yevropa oliy ta'lim ko'rsatkichlari bo'yicha yaponlar bilan bellasha olmaydi. Yaponiyaliklarning afsonaviy xushmuomalaligi butun dunyoni hayratga soladi. Ammo Sog'liqni saqlash statistik ma'lumotlariga ko'ra, har 5-yaponiyalik asab buzilishi kasalligiga duchor bo'ladi va har 15-yaponiyalik esa depressiyadan aziyat chekadi. Va shuning uchun ham Yaponiyada bolaligidan asabiy kasallikka chalingan odobli, mehnatsevar bolalarni tarbiya qilishadi. Fransuzlar bolalarini 3 oylikdan boshlab alohida uxlashga o'rgatishadi. Fransiyada bolam yiqilib tushmasin deb orqasidan yugurib yurgan ota-onalarni ko'rmasanglar kerak, chunki Fransiyada mustaqillik va erkinlik tarbiyani asosiy tamoyili hisoblanadi. Ammo haddan ziyod erkinlik va mustaqillik Fransiya tarbiyasini negativ jihati ham hisoblanadi. Hozirgi kunda aksariyat bolalar kvadroberlarga aylanib, it mushuv bo'lib ko'chalarda yugurib yurishibdi. Bularning hammasi haddan ziyod erkinlik natijasida paydo bo'lgan ijtimoiy salbiy odatlar hisoblanadi. Yahudiylar pulni onalaridan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishadimi? Yahudiylarda millat onalik nasliga qarab aniqlanadi. Ya'ni bolaning otasi rus, onasi yahudiy bo'lsa, bola ham yahudiy hisoblanadi. Buning asosiy sababi ona farzand tarbiyasida asosiy rol o'ynaydi. Sir emas, yahudiylar tarixda juda ko'p qiyinchilik ko'rgan millat hisoblanadi va shu sababli yahudiylar bolalikdanoq uddaburonlik, ayyorlik, mehnatsevarlik kabi fazilatlarga o'rgatilinadi. Arablarda shunday maqol bor: tarbiya ona qornidan boshlanadi. Arablarda ota-onaga bo'lgan muhabbat juda kuchli hisoblanadi. Shuning uchun ham arab davlatlarida keksalar uyi deyarli yo'q. Arab davlatlarida asosan 2 xil tarbiya usulida bolalarni tarbiyalashadi. Birinchisi rag'batlantirish, ikkinchisi jazolash. Va dunyo miqyosida ham X va Y turdagi xarakterli odamlar bor. X turdagi xarakterli bolalarni tarbiyalash uchun motivatsiya berish kerak yoki rag'batlantirish kerak. Y turdagi bolalarni tarbiyalash uchun esa jazolash kerak yoki juda ham qattiq nazorat qilish kerak. Farzand Parvardigorimiz tomonidan berilgan eng buyuk ne'mat. Zero har bitta ota-onani asosiy vazifasi bu farzandlarini chiroyli tarbiya qilish. Siz bu blog orqali farzand tarbiyasiga aloqador bo'lgan foydali ma'lumotlarni topishingiz mumkin.